Assalomu alaykum. Share Fishing YouTube kanali muxlislari, baliq ovchilari, ashaddiy do'stlari, tinchmisizlar, bormisizlar? Mana bugun biz yana Arnasoyga yo'l oldik. Xullas Arnasoyga ilonboshi, sazan, har xil baliqlar ushlagani yo'lga otlandik. Men o'zim endi bloger emasman. Blogerga o'xshab gapira olmayman. Rezultatlar bo'lsa ko'rsatib ketaman. Share Fishing adminimiz Sherzodbek dam olishyapti, sanatoriyga ketishgan edi. Men o'zim video qilib natijalarda, chiroyli joylarni ko'rsatib boraman. Yoqadi degan umiddaman endi. Sog' bo'linglar. Arnasoyda ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Share Fishing obunachilari, baliq ovchilari. Arnasoyga yaqinlashib qoldik mana. Obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'ysin. Yo'llar jidcha. Shunaqa. Priroda zo'rlik. O'ynagan mana ketishyapti, xudo xolasa. Menga sherik. Muzika qo'yilib boryapti ustiga. Yazihonnikilar shunaqa katta bo'lib ketsa ekan, ha? Yazihonnikilar shunaqa. Qishda o'ga kirasizmi hozirmi betga? Ha, qishda. Ular kelamashga mashina qo'yib kirib ketadimi? Hammasiga qo'yib ichiga kirib ketishadi mana kana. Suratga endi birontasida balig'i yo'q. Hammasidan mo'bilab qoladi. Shundan qilib olishim kerak edi. 100 odamga bitta. Ma. Qaragani. Borsik. Ma, ke baqa. Meni yonimga kel. Ma. Ne, endi buni ham. Ma. Ma baris.
10 kun oldin batga Ilonboshga keluvdik. Hech kim bilmasdi batda Ilonbosh borligini. Hozir mana batda palatkada to'g'rimizda mana bitta akalar o'tirishdi. Aytishyapti-ku, вообще natija yo'q dedi. Umuman dedi Ilonbosh вообще olmayapti ham, qaramayapti ham shunaqa deyishdi. Endi kim biladi? To'rchilar qirib tashlashibdi shekilli menimcha. Batta Ilonboshini. Mayli. Boshqa joyda bir rezultatni ko'ramiz. Arnasoyda yana bitta joyni topdim. Hozir ko'ramiz. Shu joy. Lekin gap yo'q. Musulda qaraydi. Yeb, ichib musullar tashab ketishgan. Mana sazanga o'tiradigan joy ekan bu. Shunaqa joylarda razvedka qilib yuribmiz. Tashasa bo'lar ekan. Qamish bor, o't bor. Juda chiroyli lekin. Bemalol mana shu yerda palatka qurib o'tirsa bo'lar ekan. Ko'taringchi. Bosaverasizlar. Ha? Ko'taringchi. Mana birinchisiga mana ikkitalik sirazi. Po'chinni ochib berdim, bosaverasizlar. Qimil tiregali qimillayapsiz, veji. Tong yorishdi. Hech kimda rezultat yo'q. Pasayganiga umuman hech kimda rezultat yo'q. Hattoki vobli ham chiqmayapti. Shamol boshlandi, havo aynishni boshladi. Assalomu alaykum do'stlar. Xullas, ovchilar aytishlaricha sazan bo'yi yurmayapti ekan umuman. Oktyabrda oxirlariga yaxshi yuradi deb shuna deyishyapti bitta Arnasoyda. Bir ikkita akalar bilan gaplashuvdik. 5-6 yildan beri shatga qatnaymiz deb shunaqa deyishdi. Yana bilmadik, lekin havo ham mutni bo'lib aynib ketdi lekin havo. Kechqurun juda sovuq bo'lyapti batlar. Kechasiga qalinroq kiyinib kelinglar. Tayyorgarlik ko'rib. Bunlar shunaqa gaplar. 5-6 ta karaz vobla ushadik. Syomka qilmadim to'g'risi. Shunaqa joylar. Bugungi Oybekjon, qulluq bo'lsa. mana bugungi natijalar. Nimaga ushladingiz buni? Bleskaga. Lesnagami? Bleskaga. Suday. Mana. Og'zini qana kattaligini. Zo'r chiqdi. Maza qildingizmi o'shaganda? Ha. Ilon boshdan ilon boshda. Mana Ilonbosh. Gap yo'q. Chempion. Bugungi chempion. Bizda
anaqa karazga jo'natib olibsiz-da, siz o'zingiz ilon boshlar qirib qo'yibsiz. Gap yo'q. Sog' bo'ling. Xullas mana sheriklar ham qaytishyapti. Uchun natijamiz bugungi 2 kunlik natija. Tashlab chiqing uni. Xullas mana shu bo'ldi. To'rtta katta yirik. Tashlab chiq. Yuzidan oldiga kelardi. Rezinkani tashlab chiqing. Bo'ynaga qolasizlarmi bugun? Bu akalarimiz qolishadi. Xullas 3-4 tadan qo'shilsa ham ushlashni o'rganish kerak-da Mo'ydin aka. Yo'q, mana bunaqalar ilinsa qalmag'ini yeplardi. Siz qolasizmi? Qalmag'lar sakish kerak. Balada ko'rish hozir qolishni joyini aytdim adresda. Ilon bor. Tuylar qaranglar. O'ta go'zal. Oybekjon yayradingiz lekin bugun ha? natijani ko'rsatyapman. Mana shu yerda ham bor-da sudak. Lesni izlatib ko'rasiz. Sheriklar bilan bir lesni otib ko'ramiz.